Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kanalimizning mehmonlari. Bugun sizlar bilan jenshen o'simligini razbori bilan shug'ullanamiz. Jenshen o'simligini foydalari, jenshen o'simligini zararlari, jenshen o'simligini tarkibi, jenshen o'simligini kimlarga mumkin emasligi va qanday iste'mol qilishimiz kerakligi haqida suhbatlashib o'tamiz. Jenshen o'simligi odam tomir deyiladi. Bizda tillarda mehrigiyo deyiladi. Jenshen mehrigiyo bizning regionlarda Qizil kitobga kiritilgan va topish juda ham qiyin bo'lgan o'simlik hisoblanadi. Shuning uchun tabiatda o'zi qirilib ketgan butun dunyoda kam miqdorda. Shuning uchun ko'p ekib o'stirishadi. Koreya, Xitoy, Amerika bu bilan shug'ullanadi ko'proq. Buni 17 xildan ortiq turi bor. Demak, jenshen o'simligi mana haqiqatan ham odam tomir, odamga o'xshaydi. Demak, kallasi bo'ladi, qorni, ikkita oyog'i, qo'li bo'ladi. Mana bir qo'lli ekanda invalid jenshen ekan. Bitta qo'li bor, bitta qo'li yo'q. Demak, mana bu jenshenning tarkibida ginzenazid degan modda bor. U saponinlarga kiradi. Ginzenazid saqlovchi modda bor. Ya'ni ginzenazidning ham ko'p polisaponinlari bor. Bundan tashqari mikroelementlar bor. Juda ko'p organizmga foydali bo'lgan lantanoidlar, ya'ni Mendeleyev jadvalining eng tagida lantanoidlar bo'ladi-yu. Lantanoidlar ham o'zida saqlaydi. Bu noyob, yer yuzida uchramaydigan mineral hisoblanadi. Demak, jenshen o'simligining nimaga foydasi bor ekan degan birinchi savolimizga javob bu erkaklar ayollariga, o'zini ayoliga возбуждающий, qo'zg'atuvchi dorilar qidirib yurishadi aptekalardan. Mana ayolim возбужденияsi kamayib ketgan. Ko'pchilik ayollarda возбуждение kamayib ketgan. Buni o'ziga xos sabablari juda ko'p. Bir nechta sabablar bor. Bu haqda alohida mavzu qilamiz hali. Lekin erkaklar возбужденияsi pasayib ketgan ayollar uchun jenshen berish kerak. Chunki bu umuman jinsiy a'zolarga qon kelishini yaxshilab beradi ayollarda. Ayniqsa o'sha klitorga qon kelishini juda ham yaxshilab beradi. Bu negativ yozishinglar uchun aytmayapman. Faqat foyda bo'lgani uchun, haqiqatan ham shunaqa bo'lgani uchun aytayapman. Demak, faqat shu jinsiy quvvatmi? Yo'q, erkaklardagi spermani sifatini oshiradi. Erkaklar ham itsa bo'lar ekan, ayollar ham bir vaqtda, erkaklar ham bir vaqtda itsa bo'lar ekan. Umuman erkaklardagi potensiyani ham kuchaytiradi. O'sha aytayotgan ginzenazid tarkibli uchuvchi moddalari bo'lgani uchun afrodiziak ham hisoblanadi, ya'ni erkaklardagi xohishni ham kuchaytirib beradi. Demak, bu bitta nimasi, foydasi. Ming dardga davo bu. Endi miyaga foydasi haqida gaplashamiz. Miyada xotirani kuchaytirib, diqqatni kuchaytiradi. Juda ham sezuvchan, diqqatli, juda ziyrak qiladi insonni. Demak, xotirani kuchaytiradi, yoshartiradi. Insonni juda yosh ko'rsatadi buni ichib yursa. Inson qaddi qomati ham juda bir so'rsavlat bo'lib yurar ekan. Demak, bundan tashqari degan gaplarimdan bittasi bundan tashqari deb aytaveraman-da endi. Izvordingiz bundan tashqari demanglar. Bu xotirani kuchaytirish haqida gaplashdik-ku. Alsgeymer kasali bor bemorlarga juda foydali. Demak, bundan tashqari yana aytaman. Bu o'simlik sahrga foyda. Insulinni rezistentnostni pasaytirib beradi. Qanaqasiga? Insulin rezistentnost deganda biz kengroq tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Hujayralarni, buyrak hujayralari, jigar hujayralari, mushak hujayralari, jinsiy a'zolar hujayralari, ko'z hujayralari sahrni diabet bo'lgan vaqtda insulinni tanimay qo'yadi. Insulinni tanimay qo'ygandan keyin ular kasal bo'ladi. Endokrinologlar bu haqda gapirmaydi. Sahringiz oshibdi deydi, bo'ldi. Xalqqa bu narsani tushuntirib berish uchun men erinmasdan tushuntirib beraman. Pochka insulinni tanimagandan keyin kasal bo'ladi, borib nefritga keladi. Diabetoviy nefrit deyiladi u. Yurakda kreatinni oshib ketadi, ahvol og'irlashadi. O'shanga olib keltirmaydi. Kreatinni oshib ketgan pochkasi nagruzkadagi bemorlarga bu mumkin emas уже. Ko'ryapsizmi? Otni vaqtida qamchilash muhim. Meditsinada otni vaqtida qamchilasangiz, manzilingizga olib boradi.
Manzilingizga borgandan keyin qamchalashning foydasi yo'q. Yuguradi, yiqitadi sizni. Tushunarli-ku? Demak, buni foydalari haqida yana ming dardga davo dedik. Bu adaptogen hisoblanadi. Klimaksga uchrab qolgan ayollar bor, menopauza deydi. Ichkaridan isib ketaveradi. O'sha isib ketishlarni kamaytirib beradi. Buni damlamasini ichsa. Klimaksda o'tishiga yordam beradi. Klimaksda biz foydalanadigan to'plam bor. Mana shunaqa aralashma to'plam bor. Klimaksga biz foydalanamiz. Shuni asosiy tarkibiga bu kiradi. Keyin bu hujayralarda DNK, RNK oqsil sintezini kuchaytirib beradi. Bu degani bolani bo'yini o'stiradi. 150, 160 bo'lib qolgan yigitlar bor. 18 yosh, 20 yosh. O'zi bola 25 yoshgacha o'sadi. O'shanaqa orasidagi bolalar bo'lsa, yigitlar bo'lsa, o'sa olmayotgan bo'lsa, пожалуйста, bemalol ichsin, foydali juda. Demak, insult bo'lishi mumkin bo'lgan predinsultli holatlarda ishlatsa bo'ladi. Infarktdan keyingi holatda ishlatsa bo'ladi. Postinfarktniy kardioskleroz degan kasallik bor. IBS degan kasallik bor. Ishemический болезнь сердца, stenokardiya, напряжение deb qo'yishadi. Yurak stenokardiyasi, yuragi doim siqilib beradi bechorani. Chunki butun umr kerak emas narsalarga asabini buzgan u inson. Kerak narsaga ham buzgan bo'lishi mumkin lekin. O'shanaqa infarkt holatlarida ham jenshenni iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Bu yurak tosh tomirlarini kengaytirib beradi. Butun tanadagi qon tomirlarini kengaytirib beradi. Shu bilan birgalikda yurak tosh tomirlariga ham juda foydali ekan. Endi bo'y o'sish haqida gapirdik. Kuchli charchoq holatlari. Kun davomida jismoniy mehnat qilib charchagan ham ichsa bo'ladi. Kun davomida aqliy mehnat qilib charchagan ham ichsa bo'ladi. Demak, adaptogen aqliy mehnatni qilib ham charchab qolgan bo'lsa, bu tetiklashtiradi. Chunki bosh miyani stimullab beradi. Kuchli jismoniy mehnat qilib uyga charchab kelgan do'stlarimizda ham nima qiladi? Trezv qilib tetik dadil qilar ekan. Yoshartirish haqida gapirdik. Bu o'simlikni rakka qarshi foydasi bor, rakka qarshi. Qanaqasiga bu rakka qarshi ishlaydi o'sha? Og'a, bu qanaqasiga bo'ladi deb so'rashinglar mumkin. Bu rakka qarshi ishlashida boya aytgan modda, ginzenazid degan modda bor. Bu rak hujayralarini o'sishini oldini oladi. Bundan tashqari hisoblanadi, antioksidant hisoblanadi. Kislorodni голодовкani yo'qotadi. Rak hujayrasi kisloroddan qo'rqadi. Bu kislorodni ko'p olib borgani uchun rak hujayrasi chekinadi. Shuning uchun ishlatiladi. Bu davolab qo'yadi demayapman. Yordam beradi deyapman. Rak hujayrasi uchun bizda to'plam bor, giyohlar to'plami bor. Aynan shuni tarkibiga ham jenshen qo'shiladi. Bu oq jenshen deyiladi. Bu bitta turi, o'sha 17 ta jenshen turi. Men hamma turlarini sanab oldimga qo'ya olmayman. Unaqa imkoniyatim yo'q hozircha. Demak, oq jenshen haqida bilib olyapmiz ekan. Qisqacha. Demak, kimlarga mumkin emas degan savol qiziq. Ko'pchilikka oq jenshen shunaqa zo'r ekan, umuman olganda bizga juda ham foydali ekan, biz uchun juda ham bir muhim ekan deb bildik-ku, lekin kimlarga mumkin emas bu qiziq narsada. Faqat foydasi haqida gapiraveramizmi? Buni ziyoni ham bor. Demak, yuqori qon bosimi bor bemor bo'lsa, boshqa giyohlar bilan ichsa bo'ladi, o'zini ichsa bo'lmaydi. Boshqa giyohlar bilan nima bilan ichsak bo'ladi degan savol bor. Men davleniyam ko'p deydiganlar, naseleniyada juda ko'p. O'shaning uchun bu o'simlikni qon bosimi yuqori bemorlar amela belaya degan o'simlik bor. Shu bilan qo'shib birgalikda ichsa bo'ladi. Karkaday bilan qo'shib ichsa bo'ladi. Akanit zaharli dori bor, uni dozalab berilsa, vrach tomonidan, fitoterapeut, ya'ni men tomonidan dozalab berilsa, qo'shib ichsa bo'ladi.
bir nechta giyohlarni jamlanmasini bu bilan qo'shib ichsa bo'ladi. Qo'shib ichib bo'lmaydiganlari ham bor. Demak, kimlarga mumkin emas? Homilador ayollarga, 12-14 yoshgacha bo'lgan bolalarga mumkin emas, emizikli onalarga mumkin emas. Juda kuchli toniziruющий bo'lgani uchun. Demak, keyin puchkasida kasali bor dedik. Glomerulon nefrit og'ir holatlarda o'zi mumkin emas. Buni agar kuchidan nega mumkin emas? Endi ko'pchilik gapiraveradi internetda. Mana bu mumkin emas. Nega mumkin emas? Sababi bor-da, nega mumkin emas? Immunitetni mo'shni oshiradi bu. Immunitetni oshirish haqida gapirmadik. Immunitetni zo'r oshiradi. T-killer degan hujayra bo'ladi tanada. T-killer degani o'ldiradi borib, tushgan yot jismda o'shalarni stimullab beradi bu. Oqsil sintezida qatnashadi dedik. Lekin buyrak oqsil qo'yib yuborayotganda, kreatinin baland bo'lganda, buyrak yetishmovchiligi holatida bu immunitetni ko'tarib yuborsa, o'zi u buyrak yetishmovchiligi, glomerulonefrit o'zi autoimmun kasallik. Immunitet o'zi buyrakka qarshi ishlab turibdi. Uni yana ko'tarsangiz nima bo'ladi? Proses murakkablashib ketib, og'ir ahvollarga olib kelishi mumkin. Jigar sirrozi ham shu ahvol. Unda ham mumkin emas ekanda. Demak, hammasini mumkin emasligini tushuntiraversam, mexanizmini video cho'zilib ketadi. Shuning uchun odam tomir haqida bilganlarimizni aytdik. Endi iste'mol qilish qanaqa bo'ladi bu o'simlikni? Demak, qadimgi historiklar qo'ling og'risa qo'lini, oyog'ing og'risa oyog'ini, boshing og'risa boshini, qorning og'risa qornini yegin degan. Shunaqa miflar bor. Atak farqi yo'q. Buni hammasini bitta qilib maydalab qo'yasiz. Shunda hammasidan ozgincha barib cho'g'radi. Demak, bundan 4 gram 200 ml suvga damlanadi. O'sha damlama kun davomida bo'lib ichiladi. Kurs lecheniya davomiyligi 12-16 kungacha boradi. Inshaalloh bitta kurs lecheniya o'tkazganlaringizdan keyin bir haftacha dam olasizlar. Keyin ikkinchi kurs lecheniyani yana 12-14 kun davom ettirasizlar. Keyin yana bir hafta dam olib, yana 12-14 kun qilib 4 ta 5 ta kurs lecheniya takrorlab qo'yilsa, bu o'sha aytgan kasalliklarimizga kor qiladi. Lekin maslahat kerak bo'lsa, masalan, onkologiya bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Yo bo'lmasam klimaks bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam buyrak yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Unda albatta mani kanalimda nomerim bor. Aloqaga chiqib, mana bunday chiroyli to'plamlarni o'zingizlarga yasatib, ustремленный maqsadga yo'naltirilgan zbor bo'ladi. Bu effektlari bitta jinshinga qaraganda, yo bo'lmasa bitta o'simlikka qaraganda juda ham katta foydali bo'ladi. Bu yerda eng kuchlilari bitta joyga jamlangan bo'ladi. Va bu narsalarni hammasini biz sizlar uchun yetkazib beramiz. Hammaga shifoy komil, sog'lik tilagan holatda sizlar bilan doktor Ibragimov. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.